Selamünaleyküm birader. Aleykümselam. Yakında Abdüveli Ayıp efendim tünügünden bir narsa chiqaribdi. Shuni bir muzokara qilish baqsak. Mana İstanbulda Xitoyning mashhullari. İstanbulning Chapar rayoniga ochilgan Xitoycha yemeklik do'koniga kirgan Uyg'ur xaridorlar ekan. Biz muajiratda kishilarni Xitoy bo'lib ketishdan, Xitoycha yemeklikdan to'simiz deymiz. To'sish uchun iymonini kuchlantiramiz deymiz. Bu rasmni qaranglar, to'saladikmi? Bu xonimlarga qaraylar. Ular Xitoy mallariga qarshi namoyishga kelmabdi, yigilik yapti. Bizga Xitoycha yem bermasang sarang bo'lamiz, Xitoyga qaytib ketamiz deyotgandek qiladi. Amaliyotda ular Xitoyga oshiqlar, dushmaniga shayda, qotiliga eng amroqlar bo'lishi mumkin. Qulluq ongdan boshlanadi, odatlar orqali isbotlanadi. Odam yegan narsaning quli. Bugüne mal algan etsi emir oldu. Belki emir bilen malını tanı algan buluşu mu mümkün. Kardeşim Abdüveli Efendi'nin bu sual yani yazmasıdan siz nemelerini düşündünüz? Halkımızga nimeler demekçi Abdüveli Ayıp Efendi? Bu bugün yani tünügün tarqalgan bu video ve Abdüveli Ayıp Efendi'ninki yazılan yazması da yaki şu videonun düşündürülüşü xatarlik bo'lgan bir necha masala bor. Endi buning tarqalishi biz o'ylarninki mayli ijobli bo'lsin yoki yalang'och bo'lsin, soqolli bo'lsin, soqolsiz bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'ur bo'lsin, bo'lmasin, hatto turklarning bo'lsin, arablarning bo'lsin, Xitoyning mahsulotlarini yemasligini biz tashviqot qilamiz, talab qilamiz, umid qilamiz. Ammo bu yerda bir ijoblikninki yoki soqollikning uni yeb qilishi butun musulmonlarning nacharligini ifodalaydi. Hem bütün musulmonlarning vakilligini qilolmaydi. Onlarınki Uygur mu, Uygur emes mi? Bu metodlarla ispatlanan ilingan bir narsa emas. Uygur busma meselenge. Mesela. Bütün Uygur vakillik kılamaydı. Uygurların içinde her xilleri var şuna. Endi biz menimki en diqqatimni tortgan nima desangiz, Abdüveli Efendimninki biz milliy kimligimizni iymonni kuchlantirish orqali qo'llab qilamiz deyapmiz. Lekin men musulmonning holi qara deganga o'xshab bir narsa tushuntiribdi. Vatanni buni orqali qutqizamiz deyapmiz, bu qara deyapti. Endi bizninki tanlashimiz yo'q, hech qanday bir tanlashimiz yo'q. Har qanday bir millat o'z vatanini, o'z milliy kimligini bir narsa, bir nazariya, bir qonun ustiga qutqizib qoldi. Xristian bo'yicha qutqizdi. Budist bo'yicha, boshqa millat bo'lsa boshqa kommunizm, bu ashunda bir narsa bo'ladi. Endi biz Sharqiy Turkistonliklarning ko'pinchisi musulmon bo'lganligimiz uchun musulmonlikni qo'llash, iymon, din bu bizninki sistemimiz, qonunimiz, qonun prinsipimiz, bizninki g'oya nishonimiz. Bundan başka bizden kurtuluş yolumuz yok. Biz İslam arkalık, İslam'la qo'llash arkalık, İslam'a itaat Allah'ın buyruğu arkalık, vatanını kurtulmamız, milletini kurtulmamız. Hem de bu yerde gelip Abdüveli Ayıp'ninki imanını güçlendiriş arkalık, vatanını kurtulmamız, milletini kurtulmamız deyişler, kara malının halığa deyişi, bu ağır bir hatalık ve yuşurun bir zıhının uçu var bu yerde. Hem de o yerde benim ailemge işlep tatilse hakikaten degen nersini koşuptu. Hem de biz onu koşup bir nersi değişimizden vacip ama Abdüveli Ayıp Efendi'nin devamlı Uygurların asli bunda ideyle yüzücük ayarlarının resmine devamlı tarkıtıldı. Bir idea o. Ama ailesi ondan vermez mesela. Biz hazır kadar belki hiç kim ya hiç kanda ölüme çıkıp Abdüveli Ayıp'sına ayarlanmış kişiden kemeydi. Nemiş ki çiçini koyup o. Nemiş ki gariplikle okşaş. Musulman bulmagan gayri musulmanlar okşaş kiydi o. De bir yerde bir davet sözlüğünü ya video çıktığını ya yazma yazgını. Tüküyordu. Biz demedik, bu çocuk koymadık. Kişiden kemigenlerge, yalamaç yürgenlerge, sen demiş yalamaç yürüdün. Yalamaç yürüyüş, İslam'ı kılap, Uygurluk kılap dedik mi? Biz hiç kim gücüm kılmadık. Biz Xitay'dan başka hiç kim gücüm kılmadık. Xitay bizden düşmanımız. Xitay'ını böyle çok yok kılışımız gerek. Hem de məlum bir kişilerinki, məlum bir sakallık kişinin Uygurluk kılışı bilen, məlum bir icablıkının başka bir iş kılışı bilen, bir iş kişinin ya 5-10 kişininki kılgan işe qarab, bütün musulmanlarını, bütün İslam'ını, bütün iman egillerini ayıplaş, qarlaş hukuku yok. Hiç kimden. Biz bunu yol koymayız. Belki ölümalarımız bazı bir kıyınçlıklar sebebinden, bazı bir uğraşlardan korkalık sebebinden yapılması mümkün. Ama biz bunu İslam hücum kılışına, yuşurun aşkar, mehbi hücum kılgalarına biz yol koymayız. Sen hücum kılsan bizim hücum kılımız, biz mi diyeleyimiz? Mesela, senin ailen hücum kılış doğru gibi kalsa, biz kılalayımız. Biz işkirlep kılalayımız. Yarım saatlep sözleyelim ailen doğru. Ailen Uygur çıkıyınsun, milli çıkıyınsun, etlersen ikiysin. Biz buraya tefsir toxtulup oturuşunun acıtı yok. Hem de bu Xitayning mahsulotlarini setish meselesiga kelsak, bir ijoblik birinchi ayolninki, mayli u boshqa millat bo'lsin, mayli qanday bo'lsin, dinni yaxshi tushunmaganligi uchun
özünün takvadarlığı yeterli olmaganlığı için yoki ma'lum bir sebepler tufaylidan nafsiga berilganligi uchun ishqil bir sabablarni yepti. Yeyish xato. Buni biz ijod ayol egaligi uchun to'g'ri demaymiz. Har qanday bir musulmon xatolashi mumkin. Alloh subhanahu va taolo va Allohning rasuli musulmon hargiz xatolashmaydi. Musulmon hargiz harom ish qilmaydi. Musulmon mukammal bo'lish kerak deb demaydi. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi ko'rgan kishi xatolik uchun tövbe qilgan kishi. Her qanday inson xatolik o'tkazdi, nafsiga berildi. Lekin endi berib turib davomli nafsiga berilib, davomli xatolash degan gap emas. Uqib uqmasdan, his qilmasdan yoki diniy ilmi yetarli bo'lmasdan ma'lum bir xatoliklarni sodir qiladi. Endi ashyoda shu videoda masalan hijab ayollarning kirganligi shu do'kon ochqichining o'ziga g'alati bilinibdi. Hayron qolibdi. Hayron qolganligi uchun video qatdi. Hayron qolmasa olmaydi. Chunki u yerga tunji qatim kirgan bo'lishi mumkin bir hijab ayol. Bo'lmasam alayı video yapıyorsun acı diyor. Endi bir yalang'och yoki ishdan kelmagan boshqa ayol kirgan bo'lsa, u normal hisoblanadi. Biz boshqa do'konchiga normal hisoblanadi, boshqalarga normal hisoblanadi. Endi bir odam kelib yoki bizga o'xshash tashviqotchilik kelib, qaranglar mana yalang'ochda qolganlar ishdan kelmaganlar mushta Xitoyning narsasini yeydi. Bu deb biz chiqadikmi, chiqolmadik. O ayol chiqadimi, chiqolmadik. Nima? Ko'pincha ashunday kishilar Allohdan qo'rqmagan, dinni tushunmagan, jahiliyat yurgan kishilar hamma narsani yeydi. Masalan, buni xalqlar normal deb tushunadi. Uni qarlamaydi. Abdulla Ayub Efendi uchun da so'radi masalan. Chiqargan bo'lsa. Mana ijod qo'yilmasa chiqaribdi. Yalang'ochlik kirgan bo'lsa buni chiqargan bo'lsa masalan, yalang'ochlik yurmanglar, Allohdan qo'rqinglar, dinni tushuninglar, dindan qo'rqsanglar, Allohdan qo'rqsanglar bo'lsa yeyaversizlar demdi deganni ko'rdikmi? Bundan burunmi Qur'on madrasasida shunday bir iblisninki, iflasninki bir xatolik tufayli butun madrasani, butun musulmonlar imkoniyat bo'lsa musulmonlarni qaralab, imkoniyat bo'lsa musulmonlarni tushiradigan, hujum qiladigan narsani chiqarib bersangiz albatta musulmonlar jim turavermaydi. Bunu tamam ayıplan. Siz ona dinni qo'shmasdan ayıplan. İslam bir musulmon yoki 10 musulmon xatolik o'tkazgan bo'lsa, u islomdagi xatolik emas. İmondagi xatolik emas. Musulmonlarning shu shaxsning xatoligi. Endi u bizga degan gap musulmonga, imonga dengisi biz qabul qilmaymizmi? Biz uni qabul qilmaymiz. O do'konda Xitoyning mahsulotini sotganning o'zimi xatolashgan, yeganning o'zimi xatolashgan. Uni yordamlashgan xatolashgan, xato. Ha, to'g'ri dedingiz. Undaqda medik ochiqlashtirayotgan shu hozir siz degan masalada sotquchi ma'nosini billa qo'shib chiqaribdi-ku. Ma ijobli ayollarni chiqarish bilan birga ma mehmonlarni men boshlab kelmadim juma tahorat olg'il ketsam do'kon taqoq oldida o'tirib ketibdi. Yani tahorat olg'il ketsam deydi. Yani men musulmon degan gapchi o'zi. Ham musulmonga, ham uyg'urga o'rga qilibdi. Mush narsalarni sotidika. Bir masala oldu. İkincisi, bana ideya xizmat ishilgil kapti deb gapni qilmay kap ishkini ochsam, çok bekledik deb turkcha gap qilib yuryotdi. Har holda men turk deb o'ylab qolganchiga deb meni saqlaganma desam, shundoq mahsulotlarni sosyal medyada ko'rib, hemen izlab tepib keldik deydi. Ha deb yuragim sal izib tushdi. Bo'lmasa yangi turib mushpashva bilan turgandim deydi. Amma namozni o'qiydikan, mushpashvalar bilan turdikan, ashnaq narsalarni sotidika endi. Buni situatqanlar o'zini musulmon chaqlaydikan, musulmon mashnaq narsalarni satsa bulamdi deganlarni toza yaxshi tushunolmaydi degan gapda maydamda. Bunda birinchi masala deb o'tdingiz. Bu shu Xitoyning mahsulotlarini sotayotganda tahoratning gapini qilibdi. Yani bir çapan özgü bir müdafiye. Yani ben her alan bir kişiye bana yetimana degandek bir gap. Endi jamiyatimizga qaragan bo'lsak, maqol tamsillardan birisi bu balki qayerdan kelib chiqqan uqmayman. Bugün nima? Buzuq ayol qayrisa, ya'ni payish ayol qayrisa, bugün bo'pti. Kendi ismini qo'yibdi. Aslında bir maqol tamsillarimiz var. Yani dinni qalqin qilib turib, yoki boshqalarning ishonchisiga erishish uchun o'g'ri, qo'ymichi, saxtipaz insonlar musulmonlarningki tuyg'usidan, musulmonlarning ko'z qarashidan foydalanib, men soqol qo'yib olsam boshqalarning ishonchisiga asarroq erisha olmayman. Boshqalar menga diqqat qilmay ishini pullarini beradi, so'zisi qiladi
yoki maqfiyatini dapur deganga o'xshash. Saqal qo'yilish orqali yoki haj qilish orqali yoki boshqa ish qilish orqali tashqi qiyofasini almashtirish orqali boshqalarning ishonchiga erishib qalamkash qilishga tirishadi. Balkim hijobmi, qora kiyimmi, uzun kiyimmi buni qanaqa kiyadi? Xitoymi kiyadi, kiyadi. Hristiyanmi kiyadi, kiyadi. Yahudiylarmi kiydi. Qolganini kiyadi. Musulmon bo'lmagan birsini men kiyib olaychi desa kiyadi onasi. Endi bu orqali boshqalarninki shu tuyg'usidan foydalanib qilganlarmi yo'q degan bo'lmaydi. Maqsadlik, ya'ni o'z iymon uchun, Alloh roziligi uchun xolis deb qilganlar musulmonlar shunday qildi. Musulmon bo'lmaganlar qila oladi. Ham buni qarab bizning jamiyatimizda bir kuchlarida biz ashunda tashqi qiyofasiga qarab ishinib ketamiz, oldirib ketamiz. Bu bir hamda normal ahvol. Xato ahvol, ammo ko'p uchraydigan, to'siqlanmaydigan. Hozirgi jamiyatimizda, hozirgi vaziyatda o to'siqlanmaydigan bir ahvol endi. Shuning uchun ba'zi kishilarning men tahorat olgan, men namoz o'qigan odam, men hijob qilgan, yasaqal qo'ygan odam deb bunday qilgandan keyin uningki avamda bir xatolikqa hamma ayblish xato. Musulmon bo'lganlar hammasi saqal qo'yganlar hammasi eski, uzun kiygan, qora kiyganlar hammasi eski, hammasi Xitoy, hammasi munofiq degandek, hammani bir tayoqda aydash bu aqlli bir narsa emas. Hem davamda bitgandek bir qism kishilar dinni to'liq tushunmaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nima deydi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islomni o'zining hayotiga tatbiqlab qanday yashagan, bizni qanday yashashga buyurgan degan ma'lumotlar haqida to'liq bilimi yo'q. Chunki Xitoy tajovuzchilari biz tug'ilgandan chalqib bo'lgan ekan. Hesabda 43 dan tortib hozir 100 yilga yaqin bir vaqt bo'ldi. Sharq Turkiston Cumhuriyatida yashagan insonlarning ko'pinchisi qanday yo'q deyarlik. Bizde Xitoy tajovuzchilari shu qurgan jumhuriyatlarning hammasi iymon bilan qurgan jumhuriyatlar, islom jumhuriyati masalan. Qurg'uvchilarimiz da ulamolar, ilm bilan, iymon bilan qurgan. Endi biz iymonni vaqtchami bu yerga yig'ilmoqchi bo'lgan narsa. Endi biz iymondan ayirib etib Uyg'urliklar azat qilmaymiz desa, Uyg'urliklar qonuniy chiqasi bo'ladi. Uyg'ur degan masalan, bundan qilsa Uyg'urlikdan chiqdi ya, bu unda o'z harom, bunda o'z bu degan. Endi oxirgi masalada shu Xitoyning mahsulotini sotuvchi, to'shuvchi va sotuvchi. Endi hozir qaragan bo'lsak, ularni biz urayli yoki bo'lmasa jazolayli, do'kondan chaqayli desak, biz o'zimizning davlat yo'q, qonun yo'q, soqchisi yo'q, hech narsa yo'q, boshqa yurtda yashayapmiz. Hem bizga qarshi turgan cho'ng bir dushmanimiz bor. Bu masalani o kadar cho'ng qilolmaymiz. Hamda Xitoyning mahsulotlarini sotish masalasida haqiqatan bu ig'ir bir diniy jihatdan bir oromga borgan, milliy jihatdan insoniy, vijdoniy jihatdan vijdonsizlik, nomussizlik bir ahvol Xitoyning mahsulotlarini sotish. Xitoy hamda hech kimdan qo'rqmagan, o'zining buddizmga ishonmaydigan, faqat yashash uchun hamma ishni qilgan Xitoy. U yeydigan narsaga çoşqının olsun, çaşqanın olsun, iştinin, müştinin ödülüp qalğan, zəhərli bölgəni həmmini araşdırıb pul tapsılıb oldu. Endi Xitoyning bu ideyası bəzi bir əfsus, bəzi bir kişilərə yoki özünü musulmon deydigan, ya musulmonlarga tushunmaydigan bəzi bir qism kishilarning ideyasiga sinib qilgan. Pul tapsam da bo'ldi, tijorat qilsam da bo'ldi deb o'zining iymonini, o'zining islomini moddiy dunyoga, pulga tegishib turib shaxsiy hayotini kechirib pul tepman bilan boy bo'ldim deb yashash uchun hamma narsani sotilgan avval bizni bearam va bezor qildi. Bu kishilarga nisbatan qanday tadbir qo'llanishmi murakkab bir masala bo'lib qoldi. Chunki deb o'tganda u o'zimizning millati, o'zini musulmon deyotgan bir kishi, biz birdan bir dushmanimiz Xitoy dedi. Xitoy birinchi dushman. Undan boshqa nurg'onlar Xitoy hamkorlashuvchilar bor. Ular dushman. Ularni tashlab qo'yib, yana o'zimizning millatiga bir ish qilamiz desak, bu yana ahmoqonlik deb bir ish bo'lib qoldi. Bu bizning boshqa turgan narsa. Bu to'g'riliq ulamolar birligimi fatvo berib, buni setishdan, elishdan, ishlatishdan haromligini aytdi televiziya kanalida. Endi buni shu kishilar anglasimi, shayton yig'ir to'xtaganligi uchun, Alloh kechirib deganligi uchun, sal qirg'anligi uchun setilyotdi. Afsus, İstanbulda Uyg'ur do'konlar bo'lsa, Abiyam deb o'tgandek, hamma kishining do'konda ozdir ko'pdir Xitoyning mahsulotlari yeydigan narsa bor. Afsus, ming afsus. Agar shu iymon egalari, shu musulmonlar, shu Sharqiy Turkistonliklar bu yerda yashayotgan,
Şu narsalarni sitolmagan bo'lsa, o do'konchilarmi hergiz jafo tortib, o Xitoydan o narsalarni olib kelib, bir patman ijara, bir patman kira, ayrıca akilish kilosi mancha dollardan pulini to'lab akamagan bo'ladi. Demek şunu ep yeydiğen Uygurlar mı xeyli var diyen gap? Uni olib yeydigan Uyg'urlarmi xili bor degan gap. Uygur olsun, başka milletler olsun, yoki Xitoy olsun. Endi biz yashayotgan rayonlarda, Safaviy Zaytun rayonlarida asosiy jihatdan Uyg'urning do'koniga boshqa millat kirmaydi, kelmaydi. Asosiy elayotganlar Uyg'urlar. Bo'libmi Uyg'urning ichidagi yoshlar, kichik bolalar, vatandan kichik chiqqan, 8-10 yoshda kichik deb cho'ng'ilgan degandek. Ana shunday bolalar. Bunga nisbatan shu oiladagi oila boshlig'i, ota-onasi, haqiqiy dinni tushungan yaxshi mo'min kishilar to'xtamasdan, salqinmasdan xizmat ishlab, da'vat qilib, cheklab bir şekilde bunu azaltışımız gerek. Ve imkaniyet yetken kişiler, mayli ulamolarimiz to'xtamasdan, bir qatim da'vat qilib qo'ydik, bir qatim da'vat qo'ydik demasdan, to'xtamasdan da'vat qilib, buni eslatib turish kerak. Bo'lmasa, masalan, faqat Uyg'urlar emas, turklar bo'lsin, arablar bo'lsin, Xitoyninki yemaklarning qanday yasalayotganligini nurg'un videolar orqali ko'riklik. Ularni Xitoyning yig'ilmaydi deb bildi. Bir qarsan chashqonni selayotgan, bir qarsan tirik chujilarni tiqayotgan, to'qlarni tiqayotgan, onun peylerini mutazlamay tiqib qolgan. O şunda ahvolda bular boshqa millatlarning yemagan narsani biz Xitoyni eng yaxshi bilgan, Xitoyning dushmanlar bilgan bizga o'xshab xalqning ishi iste'mol qilishi bizga kelmoqchi bo'lgan Allohninki g'albi nusratini kechishtiradigan, mustaqillikni kechishtiradigan, musulmonlarning shunday xalqda yashashini davomlashtirgan illatlarning birisi bo'lishi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni isloh qilsin, nafsimizga kontrol qila oladigan, shaytonga bo'ysunmaydigan, fidokor, jasoratlik, qo'rqmas yaxshi mo'minlarni qilib bersin. Rahmat, yaxshi tushunchalar.